Qaranglar mana. Bu vitamin, vitamin Pirimix umuman olganda qo'ylar uchun qaranglar. Ronomix degan kompaniyani brendi ostida chiqargan. Qo'ylar uchun Pirimix, Agro Pirimix. Mana qaranglar. Ko'p aytaman, yem olasizlarmi yoki vitamin olasizlarmi yoki-da boshqa narsa olasizlarmi, uni tarkibini o'rganinglar deyman. Qaranglar. Bu vitaminda tarkibida nimalar bor? E'tibor qilinglar. Vitamin A bor, vitamin D3 bor, vitamin Y bor, nikotin bor kislotasida. Keyin biotin, temir, mis, xullas, marganitslar juda ko'p. Fosfor, magniy, kalsiy, selin. Mana Y bilan selin hozirgi paytda eng ko'p muammo bo'layotgan narsa mana shu. Uyida qo'zi va qo'y boqayotganlarda oyoqdan qolishiga sababchi bo'lyapti. Mana bu vitaminda bu narsalar bor ekan. 5 kilogramlik. Buni menga Otavali aka tavsiya qildi. Otavali aka tavsiya qildi. Bo'rdoqlikda boqayotgan qo'ylarga ham, ya'ni ona bola qo'ylarga ham, qo'zilarga ham juda ham foydali ekan. Endi buni ishlatib ko'ryapman, o'zimda sinab ko'ryapman. 2 kun, 3 kun bo'ldi boshlaganimizga. Qanday berish tartiblari yozilgan. Mana bu yerda yozilgan. Mana 20-40 kilogramm o'rtasida bo'lsa, ya'ni 20, 25, 30, 35, 40 kilogrammgacha bo'lsa, qo'y tirik vazni 20 gramm beriladi. Bir mahal, bir kunda. 40 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 50, 60, 70 bo'ladigan bo'lsa, 40 gramm beriladi boshiga, bitta qo'yga. Bir dona qo'yga 40 gramm. Endi tavsiya qilaman. Nimaga tavsiya qilaman? Chunki buni Otavali aka tavsiya qildi. Otavali aka oddiy narsalarni shunchaki ko'r-ko'rona tavsiya qilmaydi. Chunki Otavali aka bilan suhbatlashdik, podkast qildik, YouTube'da bor to'liq video. Nima uchun Otavali aka tavsiya qilgani uchun men ham tavsiya qilyapman. Otavali akaning men bilimini ko'rdim, xulosa qildim. Oddiy narsalarni ham shunchaki tavsiya qilmas ekan, ko'r-ko'rona tavsiya qilmas ekan. Shuning uchun bu vitaminni menga tavsiya qildi, olib ishlatib ko'ring dedi. Qo'ylaringizga, qo'zilaringizga juda foydasi katta dedi. Buni moddalarini o'rganib chiqdim o'zim, ichida nima moddalar borligini va bildimki, ona qo'ylar tug'ishidan oldin shu Pirimixdan beriladigan bo'lsa, bu vitaminlar yig'indisida, bu Pirimix vitaminlar yig'indisi beriladigan bo'lsa, bolasi sog'lom tug'iladi. Ya'ni tug'ilganda shol bo'lib qolmaydi, oyoqlari ishlamasdan qolmaydi, mas, yaxshi bo'lib tug'iladi. Va tug'ilgandan keyin ham onaning sutida, onaning organizmida Y va selin, A, D3 vitaminlari, mis vitaminlari bo'ladi va bolasiga o'tadi. Bolasi o'shanda oyoqdan qolmaydi. Tavsiya qilaman men endi ishlatib ko'ryapman. Natijasini yana nechadir kundan keyin video qilib qo'yaman. Aynan mana shu Pirimix bo'yicha. Bu bo'yicha endi kimga ma'lumot kerak bo'lsa, pastda Otavali akani belgilab ketaman. Instagram kanalini o'tib to'liq foydasi bormi, effekti bormi, nima uchun tavsiya qildingiz buni deb so'rab olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.